Sizlarga bitta yangilik aytmoqchiman. Hamma biladigan lokatsiya Shayxlo'g'lamdan kelaverishda Latikon oldida mana bunday chiroyli elitni domlar qurilgan. Qulaylik bo'lish maqsadida Xudo xohlasa mana bu yerdan yo'l ochiladi. Hozir uyni obzorini ichkaridan davom ettiramiz. Domning tashqi tomonidan ko'rinishiga bitta e'tibor bering. Sizga kerak bo'ladigan barcha qulayliklar shu yerda jamlangan. Lokatsiyani ko'rdingiz, Xudo xohlasa uyni proyekti bilan tanishtirib chiqaman. Asosiy kiraverish eshigi kirganda mana bunday kengina koridor qismi, eng asosiysi ikki taraflama proyektda 9 etajli domning 8-etajda joylashgan. 85 metr kvadratdan iborat uyning birinchi xonasi. Chiroyli qilib dit bilan remont qilib chiqqanlar. Ko'rishingiz mumkin, bu uyning ikkinchi xonasi laminat qilingan, pardalari qoladi. Lokatsiyaga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sanuzel xonasi pastdan tepasigacha kafel qilingan. Uyning ortiqcha rasxodi mavjud emas. Bu esa uyning 3-xonasi. Ko'rishingiz mumkin, kirib yashashga tayyor holatda. Mana bu yerda uyning farqlar qilib qo'yilgan. O'zingizning didingizga qarab mebel qo'yasiz. Ushbu kvartiraga $55,000 so'rashmoqda. Yana ozgina kelishadigan joy bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib kelaverasiz.